Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli musobaqalar o'ynash boshlaymiz. Demak, mana bu finishga kim birinchi yetkazdirar ekan. Ya'ni buning uchun nima qilamiz? Juftmi, toqmi? Toq. Juft bo'lsa, demak kim tashlashini bilib olamiz. Demak, toq. Demak, Muslima boshlab beradi. Necha? 6. Nima 6? Joyiga qaytdi. 6. 3. 4. 2 yopki. 4, 6. Evet. 1. 4. 5 olsa 9 ekedi. 2. 6. Demek bu sefer Muslima bitti. Al. Demek tenglashdi. Demek bolajonlar bilan xayrlashamizmi? Hayır. Hayır.